baqirib aytmayotgan odam emasligimga, ularning qatorida emasligimga afsus, pushaymon edim. Lekin 1000 ovozingizni baland qilganingizda ham 80 000 odamni bitta turib gimniga aytganiga qarshi butun shu muxlislarning oldida turib bera olish ham katta mardlik va juda katta qudrat talab qiladi. Bizning bolalarimiz jahon chempionatiga chiqish degan tarixni yaratishdi. Buni o'zi aslida haqiqatan ham katta tarix. Lekin har qanday taraqqiyot birinchi yiqilish va bu yiqilishdan keyin o'rindan tura olish degan mashaqqatni talab qiladi. Tarixning eng og'ir sinovi mana shu yigitlarga tushdi. Bular juda og'ir narsani ko'tarishdi. Bizni jahon chempionatiga olib chiqib berishdi. Bizni futbolimiz Osiyoni darajasidan tepani orzu ham qila olmay yurgan bir davrlarni bilamiz. Kechagacha yaqinda shunaqa ahvol edi. Lekin bu yigitlar bizni jahon darajasiga, ya'ni mundial oilasiga olib kirishdi. Va u yerda ishonchim komil, juda kuchli raqiblar bilan qattiq o'yin bo'ldi. Biz natija kutayotganimiz yo'q edi. Lekin mana shu matonat, mana shu shijoat albatta o'zini ko'rsatdi va biz buning uchun yigitlarga rahmat aytishimiz kerak. Lekin bundan 10 yil oldin O'zbekistonning yalpi ichki mahsuloti 50 milliard dollar edi va biz bundan norozi edik. Biz oldimizga maqsad qo'ydik, 150 milliard dollarlik yalpi ichki mahsulotimiz bo'ladi deb. 150 milliard dollarlik yalpi ichki mahsulotga 6 yilda erishdik. Rozimizmi? Yo'q, yana norozimiz. Endi 250 milliard dollarlik yalpi ichki mahsulotimiz bo'lishi kerak. Har bir kishi boshiga yalpi ichki mahsulotimizning daromadi 1,7 ming dollar edi. Rozimidik? Norozi bo'ldik. 3,5 ming dollarga ko'tardik. Rozimizmi? Yana norozimiz. Nimaga? Chunki potensial 10 ming dollar talab qilyapti va biz shu yo'lda intilyapmiz. Biz yigitlarni Osiyoda yurganiga rozimidik? Norozi edik. Jahon chempionatiga chiqsin deyotgan edik. Chiqishdi. Rozimizmi? Norozimiz. Jahon chempionatidan muvaffaqiyat talab qilamiz. Xudo xohlasa keyingi jahon chempionatlarida bu yigitlar mana shu alamzadalik bilan, xalqimizga xos bo'lgan o'jarlik bilan albatta bu muvaffaqiyatlarni ham bizga olib kelishadi. Yigitlar muvaffaqiyat. Biz sizlar bilan g'ururlanamiz. Albatta muvaffaqiyat atrofida birlashish juda oson. U bayroq ko'tarib xursand bo'lish juda oson yutgan paytda. Lekin mag'lubiyat paytida atrofda birlasha olish ham bizning xalqimizga xos bo'lgan xususiyat. Meni ishonchim komil, butun xalqimiz, futbol muxlislari bugun mana shu jamoa atrofida birlashadi. Prezidentimiz boshchiligida kecha e'lon qilingan futbolni tubdan isloh qilish g'oyalarini albatta amalga oshiramiz va O'zbekiston keyingi jahon chempionatida nafaqat guruhdan chiqish, balki undan keyingi darajalarga ham albatta erishadi. Rahmat, muvaffaqiyat.